Marsga ilk qadamimiz haqida nima deysiz? 2030-yillar atrofini Marsga chiqishimiz uchun yaxshi imkoniyat deb bilaman. Faktlarga tayansak, fizika qonunlari bunga qarshi emas. Bizdagi muammolar muhandislik bilan bog'liq. Jiddiy muhandislik muammolari. Men insoniyatning kelajagi deb nomlangan kitobimda hattoki mana shu asrning oxirida kosmik kemalar qurishimizni ta'kidlab o'tganman. Xuddi hozirgi kreyserlar kabi, lazer yordamida ishlovchi kompyuterlar va Stiven Hawking aytganidek, yulduz ekspeditsiyalari. Ya'ni yaqin masofadagi yulduzlarga 20% yorug'lik tezligi bilan borish. Masalan, mana shu tezlik bilan Alpha Centauriga 20 yil ichida bora olamiz. Yanada rivojlansak biz sintez energiyasini qo'lga kiritamiz. Sintez bu juda qudratli energiya manbalaridan biridir. Lekin u beqaror. Bugun u bizda yo'q. Nega unday? Birinchidan, quyoshni yaratish qiyin emas. Birmuncha gaz yetarli. Boshqa hech narsa shart emas. Nega sintezni yerda yarata olmaymiz? Sabab, quyosh bir qutbli. Yulduzlar bir qutbli simmetrik sfera. Simmetrik sferali gazni yulduzga aylantirish oson. Bularning hammasi kosmosda tabiiy ravishda ro'y beradi. Muammo magnetizm ikki qutbli. Unda janubiy va shimoliy qutblar mavjud. Bu xuddi juda uzun sharni siqishga o'xshaydi. Uzun sharni oling va bir tomonini siqing. Natijada boshqa tomoni bo'rtib chiqadi. Bu sintez mashinalari bilan bo'ladigan muammo. Magnetizmni shimol va janubiy qutblari bilan gazni siqsak, barcha turdagi anomaliyalar, konfiguratsiyalar bunda o'rin oladi. Chunki biz quyosh kabi uniform narsani siqmayapmiz. Quyoshlar tabiiy ravishda bu uchun juda oson. Lekin yerda uni yaratish ancha muammo tug'diradi. Lekin shunday bo'lsa-da, sintez shunday qudratli kuchki, biz uni dengiz suvlari orqali yarata olamiz. Dengiz yer uchun cheksiz energiya manbai bo'lgan bo'lardi. Nega bunday deyapsiz? Chunki suvdan gidrogenni ajratib ola olamiz va uni sintezni ishga tushirish uchun qo'llay olamiz. Bu xavfsiz, yadroviy chiqindilarsiz, erib ketishlarsiz energiya manbasi. Nega erib ketishsiz deyapman? Chunki yadroviy reaktorlar har safar uranni parchalaganda katta miqdordagi yadroviy chiqindilar chiqaradi. Tonnalab. Har yili har bir AESga 30 tonnalab yadroviy chiqindi to'g'ri keladi. Yana u minglab gradus darajada issiq bo'ladi. Va shuning uchun erib tushadi. Sintezda esa chiqariladigan chiqindi geliy bo'ladi. To'g'risi geliy gazi savdoda ancha foydali va undan pul ham ishlash mumkin. Shunday qilib sintez reaksiyasidagi chiqindi yadroviy emas, balki geliy bo'ladi. Shunda sintez reaksiyasini yaratish birinchi tipdagi sivilizatsiyaning belgisimi? Ha, balki sintez energiyasi birinchi tipdagi sivilizatsiyaning suyagi bo'lishi mumkin. Aytgancha, biz hozir 0-tipdagi sivilizatsiyadamiz. Ha, birinchi darajada ham emasmiz. Biz hamon yerdagi o'liklarning qoldig'idan energiya olamiz. Ehtimol birinchi tip bo'lishimizga yana 100 yil ketsa kerak. Carl Sagan hozirgi holatimizni hisoblaganda 0.7 chiqqan. Bu birinchi tipdagi sivilizatsiyaga ozgina yaqin. Misol uchun internet. Global tarmoq birinchi tipdagi sivilizatsiyaning ilk belgilaridan biridir. Internet birinchi sayyora darajasidagi texnologiya bo'ldi. Birinchi tipda qaysi til dominant bo'ladi deb o'ylaysiz? Internetda allaqachon ingliz tili va xitoy tili eng keng qo'llanilmoqda. Sport haqida-chi? Biz birinchi tipdagi sport turlari, futbol va olimpiadalarga guvoh bo'lyapmiz. Birinchi tipdagi musiqalar, rock and roll, rap allaqachon yoshlar qalbida. Birinchi tipdagi moda, Gucci, Chanel, iqtisodiy birliklar, Yevropa ittifoqi, NATOlarni allaqachon bilasiz. Biz allaqachon birinchi tipdagi madaniyat va sivilizatsiyani boshlanishidamiz. Umid qilamanki, u yerdan tashqariga ham tarqaladi. Siz 20% tezlikda Alpha Centauriga kema yuboriladi dedingiz. Lekin hozir ham biologik organ yoki tanalarimizni sayyoralarni kolonizatsiya qilish uchun yuborishga qodir emasmizmi? Umuman Marsni kolonizatsiya qilish ikki sayyorali turlar haqida fikringiz qanday? Yaqin kelajakdami yoki hozir? Xo'p, dinozavrlarni eslab ko'ring. Ularda koinot missiyalari yo'q bo'lgan. Shuning uchun ular hozir yo'q. Bizda esa bunday loyihalar bor. Bu degani bizda sug'urta biletlari ham bor. Biz yerni resurslarini tugatib Marsga ketishimiz kerak emas. Bu juda qimmat va yaxshi emas. Lekin ehtimolga qarshi u yerda manzilgoh qurib qo'yishimiz kerak. Yerda yomon hodisa ro'y bersa, u bizga asqotadi.
Yana Marsni terraforminovat qilishimiz kerak. Bunday qilish uchun uni haroratini 6 darajaga ko'tarishimiz kerak. 6 daraja va keyin qutblar erib, suv ajralib chiqishni boshlaydi. Suv esa obi hayot demak. Suv viqorlari yanada ko'p muz erishiga olib keladi. U o'zini o'zi to'yintiradigan, o'zini o'zi katalizlaydigan bo'lib qoladi. Shunday qilib 6 darajaga ko'tarsak, qutblardagi muz eriydi va suyuq suv daryolarda oqa boshlaydi. Natijada dengiz va okeanlar paydo bo'ladi. Bir paytlar Marsda okeani bo'lganini esdan chiqarmaylik. Bu ehtimolli edi. Lekin Marsning haroratini qanday ko'taramiz? Elon Musk qutblarda atom bombasi portlashini taklif qilgan. Lekin men bunga qarshiman. Chunki biz uni ta'siri haqida uncha ko'p ma'lumot bilmaymiz. Bu olovga benzin sepish bo'lishi ham mumkin. Boshqa yo'llar bilan, misol uchun quyosh nurlarini to'plovchi stansiyalar. Ularni Mars orbitasiga qo'yamiz va nurlarini erishi uchun qutblarga yo'naltiramiz. Mars juda katta miqdordagi suv zaxirasiga ega. Biz shunchaki uni eritishimiz kerak.